Assalomu alaykum Farg'ona Tere bozor obunachilari. Barchalarning kunlari xayrli bo'lsin. Xudo xolasa bugungi kunimiz mana 2-yanvar, hafta kunimiz dushanba. Xudo xolasa terelarimizni va arradan chiqqan yumaloq to'sinlarimizni, arradan chiqqan to'sinlarimizni narx-navolarni chiroyli qilib tanishtirib o'tamiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Qumtepa Tere bozorida turibmiz. Bizni o'zimizni tere mahsulotlar xudo xolasa eng optim narxlarda har kuni terilarimizni narx-navolarni qo'yib boryapmiz. Agar bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishlikni esdan chiqarmang. Har bitta videolarimizga like bosib turinglar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha optim narxlarda tere mahsulotlarini narx-navolarni chiroyli qilib yoritib beramiz. Birinchi arradan chiqqan to'sinlarimizni narxlarini yoritamiz mana. 7-15 mana 4,5 metrli baquvvat to'sinlarimiz 7-15 bo'ladi. Ag'i ham bag'i ham 7-15. Razmerlari ham to'liq xudo xolasa. Bularda 130 ming so'mdan qilib beramiz xudo xolasa. Keyin bularda 4 metrlisi ham bor bu 7-15 da. Faqat 4 metrli, 4,5 metrli bo'ladi bularda. Mana 4 metrli bu tomonimizda. 4 metrlilarimizni 110 ming so'mdan qilib beramiz mana 7-15 to'liq razmer. Bu eng qizig'i Mirza teri ko'k teridan chiqadi. Ichida yarim dona ham kalifor, keyin boshqa terilar aralashmagan. Faqat ko'k teri, Mirza teri bular. Keyin kelishilgan holatda boshqa viloyatlarga dastavka qilib beramiz. Marg'ilon shahar ichi bo'ylab, Farg'ona shahar ichi bo'ylab dastavkalarni mutlaqo bepul xudo xolasa. 4,5 metrli endi mana 7-13. Narigilar 7-15 edi. Endi bular 7-13. Bu 7-13 da 110 ming so'mdan qilib beramiz xudo xolasa. Keyin buni 4 metrlisi ham bor mana. 4 metrlisini 90 ming so'mdan qilib beramiz xudo xolasa. Razmerlari to'liq. Bular 7-13, uzuni 4 metrli. Keyin bularda 3,5 metrlisi bor, 70 ming so'mdan, 3 metrlisi bor, 60 ming so'mdan, 2,5 bor, 45 ming so'm, ikkisi bor, 35 ming so'mdan qilib beramiz xudo xolasa. Keyin 12 ga 4 strapila so'ragan akalarimizga razmeri 12 ga 4 bo'ladi, uzuni 5 metr bo'ladi. Bularda 70 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga. Keyin bular sal galbilliroq 4,5 metrligi ham bor buni. 12 ga 4 bu ham 4,5 metrli, puli arzon. Bular juftli deyiladi, murlatgan, strafilaga ham eplagandan eplayapti. Bularda 50 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa uzuni 4,5 metr bo'ladi. 12 ga 4 mana quruq strapilalarimiz ham bor. Uzuni 4 metr bo'ladi. Qurug'ini so'raganlarga bularda 50 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Chorqirra bo'ladi bular. Keyin xutta mashina sal garbilliroq juftlilari bo'ladi mana. Bularda 40 ming so'mdan qilib beramiz xudo xolasa obunachilarimizga. Bruslarimiz ko'rsatdik mana. Keyin vassalarimiz bor mana. Garbil vassalarimiz bor. 15 ming so'mdan qilib beramiz bular kvadratini. 100 kvadrat oladigan joyingizga, misol uchun 100 kvadrat bemalol joyingizga yetadi bularga. Keyincha arzonroq vassalarimiz ham bor, o'shani ham ko'rsatamiz. Keyin mana o'sha aytayotgancha arzonroq vassamiz 2 metrli bo'ladi. Qalinligi ham qalin chiqqan, 2 chiqqan qalini. Bularda 10 ming so'mdan qilib beramiz kvadratini xudo xolasa. Keyin mana 2 metrli lapet vassalarimiz ham bor. Holatlari juda ham zo'r mana vassalarimiz. Bularni kvadratini 17 ming so'mdan qilib beramiz bolasi obunachilarimizga. Keyin kalta brusnoylarimiz ham bor. Esdan chiqibdi bularni aytib ketishlik. 3 metrlisini 30 ming so'm qilib beramiz, 2,5 metrlisini 25 ming so'mdan qilib beramiz. 2 metrlisini 18 ming so'mdan qilib beramiz bularni. Keyin mana hali baquvvatroq vassa so'ragan akalarimizga 12 ga 4, uzuni 4 metrli bo'ladi. Vassaga terib qo'ydik murlatni ham. Murlatga degan odam murlatga, vassaga degan odam vassaga olaveradi. Bularni kvadratini 30 ming so'mdan qilib beramiz xudo xolasa. Obunachilarimizga o'zi bir 90 kvadratcha bor bunda. Keyin mana reykalarimiz bor. 4 metrli, 3 metrli reykalarimiz 4 ga 4 bularni 4 ming so'mdan qilib beramiz. Kaltalarni 3 ming so'mdan qilib beramiz. Endi mana yumaloq to'sinlarimiz bor. 6 metrdan 3 metrgacha bor. 3 metrdan 6 metrgacha bor. Bular xudo xolasa bularni 190 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga. Holatlari juda ham zo'r, baquvvat bular. Mana naripachkalar mana. Xudo xolasa
ko'pi birinchi bo'y bo'ladi. Haqqoniy ko'kterek mana qo'zag'idan ham bilib olaverasizlar. Tekizligi ham zo'r bo'ladi. 190 ming so'mdan qilib beramiz xudo xolasa obunachilarimizga. Keyin 5 metrli baquvvat to'sinlarimiz bor, quruq. Mana xudo xolasa bundan ham bor. Bularni 180 ming so'mdan qilib beramiz. Kecha ham 100 ta berdik. Bitta ikkita yoqmagani bo'lsa qolaversinmi do'llar. Bo'ldi aka, qolaveradi xudo xolasa. Ishlar chiroyliroq bitsin-da, mana bitta ikkita 3 ta emas 5 ta qoldirib qo'ydi akamizga. Kecha yoqmadi do'llar. Xo'p aka, keyin 5 metrli sredniylari bor, 150 milliklari. Bularni donasini 150 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga. Holatlari juda ham zo'r bo'ladi ham. Keyin harilarimiz bor mana. Harilarimizni 80 ming so'mdan qilib beramiz metrini. Xolasa 4 metrli to'sinimiz bor, baquvvat mana. 130 ming so'mligi bu. Keyin 4,5 metrli to'sinimiz ham bor mana. 4,5 metrli to'sinimizni 115 ming so'mdan qilib beraveramiz obunachilarimizga. 6 metrli sarroplarimiz bor mana, 75 ming so'mdan. Uzuni 6 metr. Holatlari juda ham zo'r bo'ladi ya. Sal bundan kichkinaroq strapila bopi ham bor mana. Strapila bopini 50 ming so'mdan qilib beramiz xudo xolasa. Keyin pirimichkalarga, kalidorlarni yo'lag'iga, to'singa tashagani mana 7-13 2 metrli quruqlari ham bor, 35 mingliklar. Keyin mana yana 5 metrli quruq to'sinlarimiz bor, 150 mingdan. Keyin 5 metrli strapila boplarimiz ham bor. Ustumlarga ham, strapilaga ham ishlatishyapti. Mana holatlari juda ham zo'r bo'ladi bularni ham. Ustumga ham olishyapti, strapilaga ham olishyapti. Bularni 30 ming so'mdan qilib beramiz xudo xolasa obunachilarimizga. Keyin yengilroq 4 metrli to'sin degan akalarimizga yengilroq to'sinlarimiz ham bor, 75 ming so'mni. Xolasa bular ham uy to'sin, bemalol uyga tashlasa bo'laveradi. Keyin 4,5 metrli to'sinlarimiz mana 115 minglik 4,5 to'sinlarimiz. Keyin 4,5 ni baquvvati ham bor mana, baquvvati. Baquvvatini ko'rsatayım mana, mana shu baquvvati 150 ming so'mdan. Ko'rib turganingiz ichi ham shunday bo'ladi. Bularni holatlar juda ham baquvvat. Bular ikki etажkali uylarga moslangan bu. Endi sredniy 4,5 metrli to'sinlar bular 115 ming so'mdan bularni sotyapmiz hozirgi kunda optim narxlarda. 3 metrli lagalarimiz bor mana 25 ming so'mdan. Ustunga, lagaga doddi boradi bular. 25 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin orqangizda 3 metrli to'sinimiz ham bor, 50 ming so'mlik. Bularni 50 ming so'mdan qilib beramiz xolasa. Keyin 4 metrli dorochkalarimiz, ustunchalarimiz bor, 18 ming so'mdan qilib beramiz. Uzuni 4 metrli bo'ladi. Keyin bundan sal yo'g'onroq 4 metrli lagalarimiz ham bor. 4 metrli lagalarimiz mana 35 ming so'mdan. Mana manada ham bor. 35 ming so'mdan qilib beramiz 4 metrli lagalarimizni. Keyin 5 metrli sarroplarimiz ham bor. Keyin shifrlarimiz ham bor. Xudo xolasa shifrlarni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Quvasoy chek, Quvasoy yevro shifrlarimiz bor. Bular 1 yilgacha garantiya. Bularni 46 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Agar bitta mashina, agar 200 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz, bularni ham dastavkasini qilib beramiz xudo xolasa. 5 metrli mana sarroplarimiz. Bularni 60 ming so'mdan qilib beramiz xudo xolasa. Yoniga o'tib ko'rsating-da mana. Xudo xolasa bular ham juda ham chiroyli. 5 metr uzuni 60 ming so'mdan qilib beramiz xudo xolasa bularni. Kimga shunaqa sifatli terek mahsulotlari zarur bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ishlarni juda ham chiroyli qilib bitkizib beramiz.